Müşnidek özümüz yaxşı görüyorgan sekretotlar bilan qo'rim qo'risak bilib-bilmay jahyavalimizda do'stlar, ma qo'rimni sizlar yeb qalsanglar, buni hech qachon mifa yevetisizlar, tanisizlar, megin bilinglar. İzlegan vaqtinglar topolmay qolmaslik uchun yurak ham yulduz belgilarini besib saqlab bilib ko'ringlar. Aldi bilan buning ketarlik materiallarni müşnidek to'g'rab tayyorlab olamiz. Do'stlar, ko'rib mushakib sizlar qo'llashingizni inkas rayonigacha taxsiy gullarni yo'llab qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Ham yana har kun müşnidek yangi tamoqlarni tayyorlashni o'rgatyapman. Bas yordam chekib meni qo'shib berishni unutmanglar. Materiallarni müşnidek to'g'rab tayyorlab olgandan keyingi bosqichda qozon muvaffaq miqdorda may qo'yib may chuchigandan keyin aldi bilan go'shtni silib sarg'aytib qo'rib olamiz. Go'shtimiz mushunday sarg'ayib pishganda piyoz, zanjabil, samsoqlarni silib qo'riymiz. Ardından laz qiyamini silib qo'riymiz. Laz qiyami qo'rim bilan aralashib mushunday qo'rimning rangi to'liq o'zgarib bo'lganda moboni silib qo'riymiz. Mobo bir qo'r qo'rilgandan keyin chansay bilan ko'k qizil lazlarni silib qo'riymiz. Bularni qo'rim bilan bir qo'r aralashtirgandan keyin bir qoshiq tuz bilan ozroq suv qo'yamiz. Suvni qo'yib bo'lgandan keyin davomli aralashtirib turib qo'rimning tuz ta'mini tekib qo'yamiz. Aqdan muvaffaq taqsim usoq bo'lib. Köynalık tayyorlash usulü oddiy, tuzdan boshqa dorilarni qo'shilmay asl tamda nayt yeyish qo'rim bo'ldi. Cho'qim bir sinab yiqinglar.